Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan biz milklarni qochishi, ya'ni milklarni cho'kishi haqida gaplashamiz. Milkni qochishi bu xavflimi? Bunga qanday omillar sabab bo'ladi? Buni yechimi bormi? Bu haqida video davomida sizlar bilan birgalikda gaplashamiz. Milkni qochishiga sabablardan biri bu ko'pincha prikusdagi muammolar sabab bo'ladi. Shu sababdan prikusimizda, ya'ni ovqat chaynagan paytimizda tishlarga tushadigan bosim noto'g'ri taqsimlanishining hisobiga bu bosim milklar atrofiga, tish atrofidagi to'qimalarga tushishi hisobiga yerda o'zgarish, ya'ni suyaklarni qochishi, milklarni qochishi birgalikda kuzatiladi. Shu sababdan bizda prikusimiz agar tekis, ravon, to'g'ri holatda bo'lsa, bunday holatlar kuzatilmaydi. Shuning uchun agar bizda prikusimiz noto'g'ri holatda kuzatiladigan bo'lsa, uni to'g'rilash, tekislash tavsiya qilinadi ko'p holatlarda. Boshqa bir sabablardan biri bu yana milk qochishining asosiy sabablari bu parodontit kasalliklari yoki gingivit kasalliklari bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda har doim o'sha tish yaxshi tozalanmasligi, tishni yaxshi yuvilmasligini hisobiga gingivit kasalligi kelib chiqadi. Mana shuni hisobiga gingivit kasalligidan so'ng parodontit kasalligiga o'tishi mumkin. Shu etaplarda agar biz uni saqlab qola olmasak, unda ham milklarni qochishi, milklarni pastga tushishi kuzatiladi. Ko'pincha bu narsaga yana boshqa bir sabablardan biri bu milk toshlari hisoblanadi. Tish milk toshlari ko'pincha uni hajmini kattalashishi, uni hajmini o'zgarishini hisobiga milkni qochishiga sabab bo'ladi. Mana shu holatlarda ham milklarni pastga tushishi yoki milklarni tish atrofidan suyaklarni qochishi kuzatiladi. Shuning uchun har 6 oyda bir marta yoki 1 yilda bir marta stomatolog ko'rigida bo'lib tish toshlarini tozalatish tavsiya qilinadi. Yana bir boshqa vaziyatlarda ko'pincha o'sha bosim noto'g'ri tushgan holatlarda milklarning atrofida, tishlarning atrofida ponasimon nuqsonlar kuzatiladi. Bu bilan birgalikda o'sha milklarni tishning atrofidan qochishi va tishlarning bo'yin qismining ochilib qolishi kuzatiladi. Bu holatni qanday qilib oldini olishimiz mumkin? Misol uchun, gingivit kasalliklarida birinchi navbatda uni oldini olish uchun tishlarni 2 mahal yuvish tavsiya qilinadi. O'zi normada har ovqatlangandan so'ng tishlarni yuvish kerak. Lekin biz ertalab va kechqurun tishlarimizni yuvsak, mana shu narsa gingivit kasalligini oldini olishi mumkin. O'z navbatida toshlarning yig'ilishini, toshlarni o'sha milklarning atrofida qotishini, hosil bo'lishini oldini oladi. Agar bizda o'sha tosh hosil bo'lgan bo'lsa, unda professional stomatolog yordamida professional chistka, ya'ni professional tozalash usulida toshlarni tozalash tavsiya etiladi. Ko'pincha bunday toshlar zubni shotka yordamida, tish shotkasi yordamida yuvganda, tozalaganda ketmaydi. Uni maxsus apparatlar yordamida tishdan ajratib olish kerak bo'ladi. Yana keyingi kasalliklarda, ya'ni parodontit kasalliklarida o'zini maxsus malhamlar yordamida yoki o'sha har xil gellar yordamida, massajlar yordamida davolashga, o'sha parodontit kasalligini yo'qotishga harakat qilinadi. Parodontoz kasalliklarida ham bu narsalar ko'p uchraydi. Bu parodontoz kasalligi bu o'sha qon aylanishining buzilishi, qon aylanishi buzilishining hisobiga bizani milklarimizni qochishi, milklar bilan birgalikda suyaklarni qochishi kuzatiladi. Buni yaxshilash uchun o'sha milk atrofidagi qon tomirlarini, qon aylanish doirasini yaxshilashimiz kerak bo'ladi. Buni har xil yo'llar yordamida, massajlar, har xil gellar yordamida amalga oshirish imkoniyati bo'ladi. Fizioterapevtik yo'llar yordamida amalga oshirishimiz mumkin. Agar prikusimiz noto'g'ri holatda bo'ladigan bo'lsa, unda biz prikusimizni to'g'rilashimiz va tishlashimizni normal holatga keltirishimiz talab qilinadi. Qaysidir tishlarimiz yo'q bo'lsa, tish nuqsonlari bo'lsa, unda o'sha yo'qotilgan tishlarni qaytadan tiklash yoki qaytadan o'rnini to'ldirish bemorlarga tavsiya etiladi. Mana shu yo'llar yordamida biz milklarni qochishini va tishning atrofini ochilib qolishini oldini olishimiz mumkin bo'ladi. Milklarning ochilib qolishi bu xavfli sanaladimi? Bu darajasiga bog'liq. Agar qanday darajada ochilishiga bog'liq. Ko'pincha milklarning ochilishi, o'sha milkni tish atrofidan qochishi tishimizni emal qismida anchagina pastga tushadi va bizda ildiz qismini ochilishi kuzatiladi. Bu ko'pincha ildiz qismida sezuvchanlik darajasi kuchli bo'ladi. Bemorlarda issiq sezuvchanligi, sovuq sezuvchanligi kuchayib boradi. Shu sababdan issiq sovuqqa sezuvchan bo'lib qolishlari mumkin bemorlarning. Emal qavatida o'shanga qarshilik ko'rsatadigan imkoniyati bor. Ildizida o'sha ildiz qismidagi himoyalanmaganligi sababli milk qochgan sari o'sha yerda tishlarimizni sezuvchanlik darajasi ortib boradi. Shuning uchun bunday holatlarda bemorlar ko'pincha issiq sovuqlarni
tez sezadigan bo'lib qoladi. Yana xavflilik darajasi ko'pincha milklar faqatgina o'zi qochmaydi, ular bilan birgalikda suyak qochadi. Shu sababdan suyaklarni qochishi ko'pincha tishlar atrofidagi suyakni qochishi tishlarni qimirlash darajasini kuchaytirishi yoki tishlarni qimirlab qolishiga yoki tishlarni tushib qolishi ehtimolini kuchaytiradi. Shu sababdan agar tishlar atrofidagi suyak milk qanchalik kam bo'lsa, unda biz uni tezroq yo'qotish xavfi ortadi. Ayniqsa bunday holatlarda braketlar yordamida tishlarni to'g'irlash juda ham xavfli hisoblanadi. Shuning uchun tishning atrofidagi suyagimiz, tishning atrofidagi milklarimiz normal holatda bo'lishi kerak bo'ladi. Agar sizda ham xuddi shunday holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, tishning atrofidagi milklarni qochishi, tishning bo'yin qismini ochilib qolishi, tishlaringizda sezuvchanlik ko'payib borayotgan bo'lsa, unda sizga terapevt stomatolog ko'rigiga borish va ko'rikdan o'tish tavsiya qilinadi. Agar sizda tish toshlari aniqlansa, uni tozalatish, professional chistka qilish va albatta parodontolog huzurida tishlaringizni davolash tavsiya qilinadi. Agar xuddi shunga o'xshash savollaringiz bo'lsa, YouTube sahifamizga yoki Instagram ijtimoiy tarmoq orqali yuborishingiz mumkin bo'ladi. Imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr.